Assalomu alaykum barchaga. Blender to'g'ri versiyasini boshlab olamiz va biz kubni X tugmasi bilan o'chirib tashlaymiz. Undan Shift A tugmasi bilan plane qo'shamiz yangi va S tugmasi bilan yoyib olamiz. Tab tugmasi bilan uni ya'ni edit mod qilganimizdan so'ng bir qismini burchaklarni tanlab olamiz va S Y tugmasi bilan ya'ni uni biz biroz moslashtirib va undan so'ng ya'ni EZ tugmasi ya'ni extrude qilib olamiz. Avvalo Bonni tanlab olganimizdan so'ng Z tugmasi bilan ya'ni pastroqqa qalinlashtirib olamiz. Ko'rganingizdek va GZ tugmasi bilan yana biroz surib olamiz. Ko'rganingizdek va undan so'ng yangi ya'ni kub qo'shamiz, ya'ni object modda va S Shift Z tugmasi bilan yana ingichka qilib olamiz. Ko'rganingizdek va yana biz buni GZ tugmasi ya'ni GY tugmasini surib olganimizdan so'ng va yana bu burchakka qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Bu juda ham muhim. Va ko'rganingizdek biz buni biroz cho'zib olamiz S tugmasi bilan va undan so'ng ya'ni biroz moslashtirib olamiz. Ya'ni S Z tugmasi bilan ko'rganingizdek yana oyoqlar uzunroq bo'lishi kerak nisbatan va ya'ni shunisi yetadi menimcha va qalinlikni ham biroz epaqa keltiramiz. Va ya'ni Shift Z tugmasi S tugmasini bosgandan so'ng Shift Z tugmasini bosasiz va undan so'ng yana biroz surib olamiz va yangi modifier qo'shamiz, ya'ni simple deform bu ya'ni bukilishni keltirib chiqaradi, ya'ni bend va bukilish va Y o'qi bo'yicha bukamiz va ko'rganingizdek va Shift A tugmasi bilan all transformation o'tkazib olamiz va burchakni 14 gradusga aylantirib olganimizdan so'ng va undan so'ng biz ya'ni edit modga o'tamiz tab tugmasi bilan va Ctrl R tugmasi bilan, ya'ni ko'rganingizdek burchaklar hosil bo'ldi va biz buni minus ya'ni 14 qilganimizda bizga kerak bo'lgan ya'ni burish hosil bo'ladi. Ko'rganingizdek ya'ni bu tarafga qarash kerak bo'ladi, ya'ni chap tarafga va SZ tugmasi bilan yana biroz surib olamiz, ya'ni uzun shaklga keltirib olamiz. Asosni o'ziga qaytarganimizdan so'ng va Y ortografik va yana SZ tugmasi bilan cho'zib olamiz va Shift va ko'rganingizdek ya'ni Shift D tugmasini bosib duplikatsiya qilib keyingi burchakka joylab qo'yamiz. Va juda ham muhim bunisi va bundan so'ng ko'rganingizdek har bir oyga qarab olganimizda burchaklarga va qismlarni tanlab olamiz har bittasini va Shift D tugmasi bilan ya'ni duplikatsiya qilamiz va bu modifierni o'chirib tashlaymiz, chunki qiyshigani kerak emas. Oldi oyog'i bu to'g'ri shaklda bo'lishi kerak va ko'rganingizdek S tugmasi bilan biz ya'ni uzunligini kontrol qilyapmiz va yana SZ tugmasi bilan biroz to'g'rab oldik va GX tugmasi bilan pozitsiyasini o'zgartirib oldik va shundan so'ng biz yana pozitsiyasiga e'tibor berishimiz kerak, ya'ni o'zgartirish bo'yicha va bundan so'ng ko'rganingizdek modifierdan biz ko'rganimizdek mirrorni tanlaymiz, ya'ni bu yerda tanlash uchun asos tanlaymiz, ya'ni qaysi qismda asos qilib olish uchun va axis ya'ni yuqoridagi Y va flipni qo'shsa yetadi. Ko'rganingizdek ya'ni ikki tomon hosil bo'ldi. Biz buni apply qilib olamiz joriy qilganimizda, chunki hech narsa o'zgarmay qoladi, ya'ni ikkita shaklda bo'lib. Va ko'rganingizdek tab tugmasini o'tib olamiz, ya'ni edit modga va L tugmasi bilan buni tanlaganimizdan so'ng ya'ni P tugmasi bilan select separate qilib ajratib olamiz. Ko'rganingizdek ikkita ya'ni object hosil bo'ldi. Chunki mirrorda faqat bitta ya'ni bitta uzun qismini tanlaganimizdan so'ng va buni duplikatsiya qilamiz va GZ tugmasi bilan Y tugmasi bilan o'rtaga keltirib va R X 90 gradusni tanlab olganimizdan so'ng va ko'rganingizdek va S tugmasini qisqartirib va undan so'ng ya'ni o'lchamini keltirib olamiz, ya'ni tirgak sifatida turishi kerak va undan so'ng ya'ni Z tugmasi bilan keltirib oldik va S Z tugmasi bilan biroz ya'ni qalinroq ko'rinishga keltirishimiz kerak bo'ladi. Va buni modifierni ko'rganingizdek ya'ni biz ya'ni Y Z qilib ko'ramiz, ya bo'lmadi Y ni o'zini qilgan holda va 14
ya'ni gradus ko'ramiz, mana qiyshaygan shaklda, ya'ni bu tarafga o'tadi ko'rganingizdek. Va X tugmasi bilan, ya'ni surib olamiz joylashuvini. Ya'ni tabiiy ko'rinishda bu taxtasi xuddi ikkinchi taxtaga kirgandek bo'lishi kerak va SZ tugmasi bilan yana qalinroq ko'rinishga keltiramiz. Nisbatan ya'ni baquvvatroq ko'rinishda bo'lishi kerak. Va shift duplikatsiya qilib X tugmasini yuqoriga ko'tarib olganimizdan so'ng va SZ tugmasi bilan yana qalinroqda bo'lamiz. Ya'ni bunisi nisbatan qalinroq bo'lishi kerak, chunki odam suyanganda yuqori ko'rganingizdek stol asosan qalinroq ko'rinishda bo'ladi. Va buni ham hali ham to'g'rilab olamiz SZ tugmasi bilan va bunisi yetadi deb o'ylayman. Va RY tugmasi bilan, ya'ni ya'ni ko'rganingizdek aylantirib olamiz va X tugmasi bilan pozitsiyasini o'zgartiramiz. Ctrl Z modifier oldin biz buni apply qo'yganimiz ma'qulroq, chunki ko'rganingizdek hamma joy ko'rinmadi. Mana endi ko'rganingizdek, ya'ni tanlangan qismlari ko'rindi. Z ortografik o'tganimizdan so'ng bizga kerakli bo'lgan ustki qismni yuzalarini tanlab olamiz va mana ko'rganingizdek tanlab olindi va X ortografik o'tganimizdan so'ng yuqoridagi qismni tanlab olamiz, chunki bu o'zingiz kontrol qilasiz, ya'ni Z tugmasi bosganingizda mana ko'rganingizdek, ya'ni biz tanlagan qismlar ko'tarilishi kerak, ya'ni bukilgan shaklda bo'ladi. Va sichqonchani aylantirganingizda o'zi mana dumaloqning radiusi kichrayadi. O'shanda kontrol qilishingiz mumkin. Va Y tugmasi bilan yana biroz qiyshaytirib olamiz va GX tugmasi bilan, ya'ni pozitsiyasini o'zgartiramiz. Ko'rganingizdek ajoyib ko'rinishga ega bo'ldi. Va bundan so'ng bu yerda bir qismini tanlab olganimizdan so'ng, ya'ni duplikatsiya qilib o'rtaga o'tkazamiz va buni S tugmasi bilan kichraytirib olamiz, ya'ni tepa va pastdagi tirgakni ya'ni tutib turadigan qismchalari bo'ladi. Va ko'rganingizdek GZ tugmasi bilan yuqoriga ko'tarib olamiz. SY tugmasi bilan biroz qalinlashtirib olamiz ko'rganingizdek, ya'ni mana qalin shaklga keldi. Va mana ko'rganingizdek chiqib ketgan qismlari, buni biz to'g'rilab, ya'ni GX tugmasi bilan yana kirgizib olishimiz kerak va yana GX tugmasini bosib va SY tugmasini bilan qalinlashtirib olamiz va ko'rganingizdek ajoyib shaklda keldi. Va GY tugmasi bilan ya'ni pozitsiyasini o'zgartiramiz ko'rganingizdek va shift duplikatsiya qilamiz va yana Ctrl R tugmasi bilan ko'paytirib olamiz va bu qismni tanlagan holda, ya'ni GX tugmasi bilan pozitsiyasini o'zgartirib olamiz orqaga. Ya'ni shunda qismlari chiqib ketmaydi, ya'ni boshqa obyektning ustidan. Va shift tugmasini tutgan holda hammasini tanlab olamiz va bu yerda ko'rganingizdek ya'ni oldin individual o'tkazib olamiz va undan so'ng SY tugmasi bilan, ya'ni uni har bittasini qanligini yana muvozanatda saqlashimiz yoki kontrol qilishimiz mumkin. Va undan so'ng oyoqlariga keladigan bo'lsak, buni shift duplikatsiya qilganimizdan so'ng va uni biz ya'ni 90 gradus aylantirib oldik ko'rganingizdek va GZ tugmasi bilan ko'tarib olib va buni pozitsiyasini ya'ni keltirib oldik. Va undan so'ng biz buni yana duplikatsiya qilishimiz to'g'ri keladi. Undan oldin biz ya'ni SZ tugmasi bilan qalinlashtirib olamiz va biroz surganimizdan so'ng X ortografik o'tamiz va shift va Y tugmasini bosamiz. Ya'ni oldin biz asosni o'ziga qaytarishimiz kerak bo'ladi ko'rganingizdek va ya'ni SY tugmasi bilan biroz inglizlashtirib olamiz ko'rganingizdek va undan so'ng shift tugmasi bilan va Y tugmasini bosib va endi mana amalga oshdi duplikatsiyamiz. Xuddi buni ham duplikatsiya qilganimizdan G bilan ko'chirib olamiz tugmasi bilan va ko'rganingizdek ya'ni Z 90 gradus qilib aylantirib olamiz.
pastda mana ko'rishingiz mumkin, ya'ni nima amaliyot qilayotgan bo'lsa, bajarilib ketyapti. Bu yerda ham duplikatsiya amalga oshiramiz va undan so'ng Shift tugmasi bilan duplikatsiya qilib, Z tugmasi bilan pastga tushirib olamiz. Va undan so'ng bu qismga, ya'ni bu yonga ham duplikatsiya ham oshiramiz. Buni ham ya'ni duplikatsiya qilib pastga tushirib olamiz GZ tugmasi bilan va Shift tugmasi bilan va X tugmasini bosgan holda orqaga ham tirgaklarni qo'yib olamiz. Va ikkita oyoqni tanlaymiz. Shift tugmasini tanlagan holda va M tugmasini bosib yangi kolleksiya qo'shamiz. Ya'ni leksiya, oyoqlar degan ma'noni anglatadi. Bu juda ham muhim, ya'ni asosiy yuzani tanlaymiz. Buni oldin biz apply qilib olamiz. Juda modify qolmasligi kerak. Va asosiy yuzani qayta tanlaganimizdan so'ng, ya'ni generaldagi Bloomni tanlaymiz va biz collection tanlaganimizdan so'ng va ko'rganingizdek mana ya'ni asosiy qismdagi burchaklarni kesib oldi. Ya'ni mana bu ikkita oyoqqa nisbatan va buni ham apply qilib olamiz. Ya'ni ko'rganimizda stollar ba'zi shunaqa kesilgan bo'ladi, ya'ni tanlangan bo'ladi. Tab tugmasi o'tganimizdan so'ng biz ikkinchi qismdagi tanlab olib, ya'ni Shift tugmasi bilan tutib turgan holda yana burchaklarni tanlaymiz va Shift B tugmasi bilan B tugmasini bosgan holda bevel shaklida keltiramiz. Va siqonchani o'rta g'ildiragini aylantirib, qaralar sonini ko'paytirib olamiz. Va yuzani tanlab turib, ko'rganingizdek, ya'ni G tugmasi bilan ko'tarib olyapmiz. Yuqoriga qalinroq ko'rinishga keltirishimiz mumkin. Va Ctrl B tugmasi bilan biz yana bu burchaklarni tanlab, ko'rganingizdek chiroyli ko'rinishga keltiryapmiz. Va ajoyib. Ya'ni smooth qilib olamiz object mode va yana edit mode buni tanlaganimizdan so'ng, ya'ni qirrani tanlaymiz va Shift Alt tugmasi va siqonchani chap qismini tanlab, ya'ni buni ham shunaqa Shift Alt chap qismi, buni ham shu amaliyot bajarganimizdan so'ng Ctrl B tugmasini bosib va ko'rganingizdek bevel shaklga keltirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni har bitta burchagi ya'ni qaytgan band shaklda bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham chiroyli shakl bo'ladi. Va bu qismni ham tanlab olib, Shift Alt tugmasi bilan va siqoncha chap tugmasi har bittasi qismini tanlab olamiz ko'rganingizdek va Ctrl B tugmasini bosib, buni ham ya'ni burchak intonatsiyasini ko'rinishini yana saqlab qolamiz. Har bitta qismni o'zingiz ya'ni bitta qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni chunki men tushuntirganimdek, ya'ni Shift Alt siqonchani chap tugmasini bosib, ya'ni keyin Ctrl B tugmasini bosganingizdan keyin o'zi bevel shakli keladi. Mana har bittasini ko'rganingizdek bitta qilib chiqyapmiz. Buni ham Ctrl B tugmasi bilan bosib bevel ko'rinishga keltirib olamiz. Va shundan so'ng har bittasini qilib oldik va mana ko'rganingizdek pastki qism bor. Shift Alt chap tugmasini bosganimizdan so'ng Ctrl B tugmasini bosamiz, ya'ni burchak qismini. Bunda asosan qiyshaygan sababli R tugmasi bilan ya'ni aylantirib olamiz. Va Ctrl B tugmasi bilan buni ham burchagini mana aylantirib oldik ko'rganingizdek. Va yuqorinisi ham Shift Alt chap siqonchani tanlab olganimizdan Ctrl B tugmasi bilan ya'ni ko'rganingizdek to'g'rilab olamiz. Undan tashqari ko'rganingizdek bu mana shu saytda qidirib ko'rganingizdek Woodni va bizga kerak 2K ko'rishda PNG asosan kerak bo'ladi va buni yuklab olasiz. Va yuklab olganingizdek zip shaklda yuklanadi, zip fayl. Buni o'zingiz zip faylini chiqarishingiz kerak bo'ladi, chunki juda ham muhim, esdan chiqmasin. Va ekranni ikki qismga bo'lib oldik, mana ko'rganingizdek. Va biz shaderga o'tdik va bu qismni tanlaganimizdan new tugmasini bosamiz va undan so'ng ya'ni Shift View tugmasini bosganimizdan so'ng bizga zipdan chiqqan faylni hamma qismini tanlab olamiz va tanlaganingizdan so'ng mana ko'rganingizdek avtomatik jihatdan o'zi bizga kerak bo'lgan materiallarni tanlab oldi. Avvalo biz ya'ni EV'dan Cyclesga o'tib olamiz. Renderni SPU'dan GPU Compute ga o'tib olishimiz kerak bo'ladi.
bu tabiiy ko'rinishda olib keladigan qism bo'ladi. Va ko'rganingizdek tab tugmasiga o'tib va U tugmasini bosib va ko'rganingizdek bizga kerakli bo'lgan qismni tanlab oldik va yaqinlashtirib scale ni biz 2 emas 3 ko'rinishga keltirishimiz kerak. Ya'ni o'rtadagi teg'ochni yo'llari ko'rinishda asosiy qism edi. Hammasini tanlaymiz va biz boya o'zgartirganimizni tanlab olib Ctrl A tugmasi bilan link materials ga keltiramiz. Va ko'rganingizdek hammasi shu ko'rinishga kelib qoldi. Va undan so'ng bizga kerak bo'ladigan, ya'ni asosiy qismlardan biri mana GZ tugmasi bilan va yangi plane qo'shamiz Shift A tugmasi bilan. Va ko'rganingizdek va buni biz mana ko'rib turibsiz, cho'zib oldik va overlayni o'chirib qo'yamiz. Mana stolni ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Ajoyib ko'rinishga keldi. Ya'ni bejirim ko'rinishda. Va xohlasangiz bu yerda render qilishingiz mumkin.